Друзья, мы вчера приехали сюда, в этот хостел, короче, трехэтажный. Отдохнули вот здесь. Теперь пойдем в клинику. Вот такой отель. Вчера отдохнули. Очень уютно, очень прекрасно. Добродушные люди, которые принимают вас всех. Ну, короче, можно всегда, если в Термез будете приезжать, можете спокойно приехать сюда, отдохнуть. Как заходите, сразу кухня, ошхона, вот так. Вот. Наша 307 был. Короче, каждый вот это была комната и туалет. И здесь комната. Здесь еще душевая и комната. И наша апартамент это. Короче, вот так. Где-то 12:30 ночи мы приехали сюда, поселились. С одним друг, который нас на такси с Ташкента привез до сюда, а потом с этой рядом этой клиники мы приехали сюда с одного помощи друга. Он привез со стороны гостиницы. Значит, вот этот новый дом рядом параллельно, значит, одинаково строится. Вот такой Термез, областной центр города Термеза. Сейчас помоемся, потихоньку будем собраться, чтобы подойти к этой врачу, посмотрим, что, как, почему. Друзья, мы подъехали вот эту клинику доктора Шерматова. Оказывается, вот здесь народов здесь много. Из Кыргызстана, короче, из Таджикистана есть, оказывается. Прием, это регистрация 300 сомов тысяч. А здесь написано не Шерматов. Истхбол медцентр, оказывается, называется он. Истхбол медцентр. Ну, короче, я здесь название не знаю, что за улица. Ну, короче, Шаршара, ресторан. Короче, вот это. Здесь народов много. Мы тоже пришли лечиться в Охолоса. Bular student. Termiz tibbiyot universitetining studentlari. Bu shu Shermatov klinikasiga kelgan insonlar plus studentlar praktika qilyapti. Biz ham xuddi Shermatovda kursiga keldik davolanishga, xudo xolasa. Butun O'zbekistondan, Qirg'izistondan mana o'tiribdi odamlar, Tojikistondan bo'lgan, Turkmanistondan eshitmadim, Qozog'istondan faqat hamma bor ekan boshqa. Do'stlar, va nihoyat YouTube'da ko'rgan doktor Shermatovni qidirib topib keldim mana. Qo'qondan. Kecha kechqurun keldim. Haqiqatda bor inson. Men o'yladim, jivoyman. Iqbol domlaga o'xshaganmi desam, haqiqiy doktor ekan. Haqiqiy doktor ekan. Necha minutda kelasiz? Obeddan. 2:da kelaman. To'g'ri, soat necha bo'ldi? Soat 1 bo'lib qolganda. U kimdir o'zi? O'ziga. Qo'shningiz ekanmi? Shu qo'shni. Men aytib, nima kirmiz uyiga deb aytib o'tiribman. Qonun bu yoqda. Doktor Shermatov. Mana ichki qorindan bo'ladi. O'zingizda ichki dumlanadi. Mana ichki qorindan bo'ladi. Ichki dumlanadi. Doktor Shermatov. Mana bu ichki shomolligi. Bu ichki shomolligi. Bu ichkilarda hozir yo'g'onchilik, ichkichilik o't qopida kemalari. Hamma joyda shamollashi bor. Ana bu ko'zga ta'sir qiladi. Hozir zirgan kamaytiradi, boshqa og'ritadi, boshqa og'ritadi. Shuni aylaninglar, qoringiz ta'sir qiladi. Sekin turing endi faqat. Qaysi bir joyda davolashimiz kerak? Qaysi nima tuzalsin? Birinchi dam bo'lishi. Ha, qorin. Unda masala yo'q, u ketadi. Birinchi o'zim o'rinda men Buqoq. lekin Bosh og'riq. Buqoq, bosh og'riq.
Ha, keyin bosh og'riq tez. qarang bosh og'rishi hozir o'tib qilyapti. Mana ko'rdingizmi, tiqilayotganda shunday ochilib keyin bosh og'ridi. Mana endi qotyapti. Hozir jigar tiqilyapti, o't tiqilyapti, buni ochib qo'yishimiz kerak. Birinchi buning uchun buni ochib berishimiz kerak. Buni ishlatishimiz kerak. Orqadan qochishga ketish kerak. Buni endi shamolga ketish. Ana undan keyin buni ochsangiz bo'ladi. Savol. Yo'q, bu savol. Akani savol. Savolmi? Ha. Hamma yo'q zo'r ekan, joy masalasi Sudda. shunday qiyinroq ekan. Biz odamlarga aytganmiz, akalar joy yo'q deb aytganmiz. To'g'ri eshitganman. Shunda Savol bor. Ha. Doktor Shermatov qanday paydo bo'lib qoldi hali YouTube'ga savol. Alloh taolo bergan ekan. Alloh taolo. To'g'ri. Qayerda o'qigansiz? Endi bunaqa joyda oddiy ishlar. Ha, Toshkentda o'qigansiz. Toshkentda men meditsina terapiya magistraturasini bitirganman. Ha, Toshkentni. Toshkent tibbiyot akademiyasini bitirganman. Ha, eski Toshkent. Shundan meditsina dars beraman o'zim. Shu yerda men dars berardim, hozir chiqib oldim. Ha. Ulgurmay qoldim chunki. Tushunarli. Ana shu talabalarni o'qitardik biz. Shu tibbiyotda faqatgina biz boshqacha davolashni tushunganimiz uchun shu boshqacha davolaymiz. Qoyil qoldim, studentlar kelar ekan. Qoyil, prosta gap yo'q. Mana nechtasi chiqib ketyapti kelib. Bu Termizda studentlarmi yo Termizdagi mana shu meditsina institutimiz yo. O'shalar kelyapti. Nimaga? Tajriba olishga. Keladi. Shogird bo'lib chiqadi o'shalar. Ha, ular bizlar o'qiyapti. Hozirda davolashni o'rganyapti. O'shani aytaman. 5-6 ustida yurtdi, talabalari ham bor, boshqalar o'rganishadi. Ha. Faqat tanlab bo'lamiz shunda. To'g'ri, dali tortadigan bo'lish kerak, tortmaydigan bo'lsa bo'lmaydi. Yana savol. Meni ham bitta ko'ring-chi, mana shu Aka siz soppa sog'siz aka, siz sog'siz. men ham kecha kuni borib keldim-da doktorga. Mana Hozir sog'lamsiz aka? mana buyragi tortdim. Hammasi norma ekan. Qog'ozi bor. Aka sizning buyragingiz yaxshi emas. O'sha yerda jinday nima bor? Ha, buyragingiz yaxshi emas. Chunki sochingiz soqol qolib ketib qolyapti. Og'riyapti. Ha, shuning ichagi spazm beribdi. Nega sizni hozir yaxshi semirmay qiynaysiz keyin. Mana xo'sh, mana bu tomonda qotib turgan joy bo'ladi. Mana bu tomon qotadi. Keyin mana bu yerni ko'rish kerak. Mana bu yerga qotish kerak. Menda unaqa narsa yo'q-da. Men o'zi sportchi bo'lsam, Lekin sportivniy tanangiz qattiq ekan hozir. Shuning uchun topolmayapman. aka kuniga 200 kilometr velosiped haydayman. Bo'ldi. Sportdan tashqari. Bo'ldi aka siz. Lekin mana shu sal o'tingiz ovqatlik aka. Shuni dubaj qiling. Dubajizm nima? Opam yozib beraman. YouTube'da ko'rdim. Dubajizm nima u? Opam yozib beramiz. 6-chisida yozib. Opam yozib beramiz. Shu opamizdan qog'ozning 6-chisi sizga aka. Bo'ldi. Lekin opam qiladi. Kelishsiz ham qiling. Lekin aka mana shu 6-chisini qilaylik. Biz nima qilaylik? Ketaylikmi? Uyga nima qilishimiz kerak? Shuni tushuntiring. Uyga ketib uyda qilsak ham bo'ladimi? Bo'ladi, lekin massaj qila olmaysiz. To'g'ri. Endi bu yerda agar hech bo'lmasa kvartira bo'lsa ham, mehmonxona bo'lsa ham Bor, mehmonxona. joylashtirish kerak-da. Opam qatnab turib massaj olib olsin bitta. Aha. Bir ishlatib olsin, hamma joyda Bo'ldi. ko'rsin nima bo'lishini. Tanashi bo'shab, yengil ishda bo'shab qoladi. Ana unga bu yoqqa issiq qo'ysin, grilga qo'yib yozib qo'ydim, men issiq qo'yasiz deb yozib qo'ydim mana shu yerga. Issiq grilga qo'ying, 3 mahal 30 minutdan deb. Bu uyga borgandami hozirgi kunda? Hozirdan boshlash kerak. Ha. Ana shunda 6-chislik qilsa shunday o'tlar bo'shaydi, yuradi keyin. Aha. Yurgandan keyin opamning kallari ochilib boshlaydi keyin sekin-sekin. Ha. Ana undan keyin qizlar qolgan massaj qiladi. Ana shunday qilish kerak. Keyin unda ovqatni, nonni, xamirni yemay turish kerak. Non qancha yeymiz, jigar shuncha tez ochiladi. Qancha jigar tez ochilsa, opaning keyin zo'bi ketishi mumkin. Значит, ayollar uchun ayol massajchi bor, erkaklar uchun erkaklar. YouTube'da eshitib qo'ydik, biz YouTube'da ko'ryapmiz-da. Massaj deganingizda shuni aytib qo'ysangiz, shu yaxshiroq. Mana men YouTube'da bor, menda yozilyapti. Значит, ayollarga ayollar, erkaklarga yotoqxona sal nima ekan, lekin Termiz ahliga restoran, gostinsachilik katta foyda keltiryapsiz. Mana butun O'rta Osiyodan kelib gostintsada yotyapti. Joyce kam ekan, haqiqatdan kam ekan shu tomoni. Atak Bunaqada masalan har bitta mijozda masalan ayollar erkak kishi qilish jo'ra noqulay. toppa to'g'ri. Noqulay. Men ham masalan noqulay. xolamay turdim. Yaxshi shuni bilib eshitib, Endi bu bemalol ayta oladi, gapini ayta oladi. Bunaqa, bu bunaqa, bunday bo'lyapti. Keyin bu doktorlar shu joyni ushlab beradi. Masalan, qayerda ayollar ushlaydigan joylar bor, erkaklar ushlab oladi, keyin ular to'g'rilaydi. Oldindan maqsad shu bo'lgan, men shu ayolni erkak alohida qilaman, erkakni alohida qilaman deb. Mana shu narsani qilganmiz. Endi hech muammo bo'lmaydi. Faqatgina biz 10-12 gacha qolib ketib qolyapmiz, massaj qilamiz. Odam ko'payib ketgan. Endi yana qilsak, qilaversa keyingi onlarni endi to'g'rilaymiz. endi bizga qarang, hozir biz nima qilishimiz kerak? Buni qog'ozga olib, qayerga boramiz? Shuni mana shu patologlar tushiradi, mana shu eshikdan sizga hammasini tahlil beradi ekan. Aha. Shuni qo'lingizga beradi, mana shuni hammasini ichida qanday Ichishni ham aytadi. bu yozib qo'yib ketishlar. Ha, yozib qo'ying. Keyin sal nariroqda ayollarning massajxonada navbat yozilgan, navbatga shuni qo'yadi opa o'zini, keyin borib bemalol damda olib kelaveradi. Qanchadan keyin esa shu har bitta odam 35-40 minut atrofida aylanadi hozir bitta kishi. Bu yerda 4 ta massaj ishlayapti hozir.
Ana shunga qarab turib kelaverasiz. Shunday, lekin biz faqat tanani qayerda ishlayapti, qayerda ishlamayotganini aytib beramiz. Masalan, qaysi joy ishlamay turib, qaysi joy ishlayapti. Ishlamay turgan joy shuni ishlasak, tana o'zi ishlab ketib qoladi. Biz maqsad shu, ya'ni ishlamay turgan joyni topib, ishlatib berish ishimiz. Keyin tanani bilmaymiz, o'zi tiklanib ketib qoladi. Biz tiklamaymiz hech qachon. Tana shu Alloh taolo bergan sistem ishlamay qolganda odamlarda. Hozir ishlatib ishlar ko'p yeb yotavergan, ishib. Ha, to'g'ri. Ana shunday qilamiz. Telefon raqam